Men nima qildim? Og'zimdan chiqib ketdi. Jinni xafa bo'ldilar. Unaqa gaplar gapirilmaydi. O'zi boshim og'rib turgandi. Bo'ldi aka, urishurma. Maftun opamni boshqa gapirma, tushundingmi? Xo'p, gapirmayman. Ey Xudoyim, meni kechir, oyimni xafa qilmoqchi emas edim. Xo'jayin, bu yoqqa chiqing, tepaga. Yo, rahmat. O'zing joyi o'zingga buyursin. Menga qara. Labbay. Chiroyli bitta. Achchiqini choy damlagin. Choy? Ha, afzal. Nazokat qanaqadir o't solib damlagan. Lekin rostdanchi o'sha choyni mazasi juda ham zo'r ekan. Ta'mi og'zimda qoldi. Qanaqa? Ko'k choymi, qora choymi? O'sha yerdan so'rab ko'rasan, bor. Xo'p, hozir qaraychi. Bir ayol bo'lsa shunchalik bo'lar. Yosh ekan, chiroyli ekan, yana kamiga beva. Sekin ko'ngliga qo'l solib ko'rsammikin-a? Ya, savdo shoshma. Bunaqada u qochib ketishi mumkin. O'z holiga qo'yish kerak. Olib keldingmi? Ha, qo'ldan kelgancha damladim. Ha, yaxshi. Mana. Ko'ringchi, o'xshabdimi? Buncha bemaza buning. Ya, boridan damladim shu yerda turganidan. Endi u choyga nima qo'shganini bilmasam, Hozir bilib beraman. Ana,